Mubina Telegramda o'rtog'ingizga yozyapsizmi? Qachon bildingiz? Men siz telefoningizni ekraniga ulab olganman. Nima qilyapsiz? Qarang, nima qilsangiz menda ko'rinib turadi. Menyuga chiqing telefoningizdan. Mana menda ham menyuga chiqyapti. Qoyilmisiz? Qanaqa qildingiz? O'rgatamizmi hammaga? Конечно, o'rgatamiz. Undan oldin nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishdan. Videoga like bosmagan bo'lsanglar, tez like bosib, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Qaranglar, hozir men qo'limdagi telefonni mana bu telefonga ulaymiz. Bu telefon orqali buni kuzatib o'tirsa bo'ladi. Hech qanaqa kodlar yozish shart emas. Shunchaki mana bu telefonga ham, bu telefonga ham ilovani o'rnatib qo'yasizlar-da. Shundoq bosamiz o'rtoqlar. Bo'ldi. Mana bu telefon meni endi ko'rib o'tira oladi. Shundoq menyudan chiqaman, mana o'rtoqlar ekran ulandi, o'tkazyapman. Telegramga kirsam, Telegramimni ham ko'ra oladi, Instagramimni ham bemalol ko'rib o'tira oladi o'rtoqlar. Xullas bu narsani o'zingizlar bilasizlar kimga ishlatishi. Bu narsani yuklab olish uchun o'rtoqlar, shundoq hozir kommentariyaga kirasizlar. Mana shu ilova so'zini yozib qoldirsanglar bo'ldi. Bu videoni barcha eng yaqin do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar. Meni istoriyamni kuzatsanglar, bundan-da zo'r ma'lumotlar profilimda eng qiziq videolar bor. Hoziroq o'rtoqlar kommentariyaga kirib ilova so'zini yozib qoldirasizlar. Men sizlarga direct orqali mana shu ilovani bepulga tashlab beraman. Tez yozamiz o'rtoqlar kommentariyaga ilova so'zini.